Srochniga 4-etajdan 3 xonali kvartira sotuvga chiqarildi do'stlar. Aynan kirpishni bo'ladi. Ko'rib turganimizdek zallarimiz kengina, poloslar va mebellar kelishilgan holda qoladi. Bu yerimiz kengina zalimiz, bu yerimiz esa to'g'riyamizda kiraverishimiz. Zalimiz birinchi xonamiz, bu yerda spalnimiz. Spalnimiz ham kengina, oynalarimiz ko'rib turganimizdek akfadan qilingan. Bu yerimizda mebellarimiz. To'g'riyamizda koridorimiz do'stlar. Hojatxona bilan vanna отдельно qilingan. Bu yerimizda отдельно hojatxona, Ariston hojatxonada joylashgan. Issiq sovuq suvdan hozircha muammo yo'q. Отдельно vannamiz kengina. Xullas, qishda umuman issiqdan muammo bo'lmadi deyishdi, ya'ni sovuqdan muammo bo'lmadi deyishdi. Behijolat har bitta xonasida отоплениyalar qo'yilgan. Bu yerda oshxonamiz joylashgan. Bu yerdagi xolodilnik va televizor olib chiqib ketiladi. Konditsionerlar ishlaydi do'stlar. Bu yerda kuxonniy garniturlar qoladi. Bu yerimizdagi mana televizorimiz olib chiqib ketiladi do'stlar. Bu yerimizda 2x6 balkonimiz joylashgan. Balkonimiz ham kengina. Akfalari, oynalari akfadan bo'ladi. Uydagilar bilan batafsil pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib, narx-navosi bilan kelishib olishingiz mumkin. Obuna bo'lib, like bosib, fikrimizni bildirib qo'yamiz. Qaytarib o'taman. Uyimiz srochni sotiladi.